2025-yil BMW i5 35L 24900 yurgan ekan. Kraskasi top-toza, takoy oblisovkalari yonadiganlik va bardoviy rang salonli. Va M paket, mana M paket yozuvlari, mana faruklari ham M, rullari ham M rullada. 25000 da mayli yurgan, bardoviy salonlarda. Narxiga ahamiyat bering, yaxshi uxlab qolmabsiz. Mana bilan bitta yoqib qo'y. Srochniga qalblariga qo'l solib 47900 ga amallab ko'ndira oldik. Hojaga sizda pul ko'p edi. BMW i5 35L E-Drive. Bosvoring qattasiz. Bunaqa narxga menimcha hali 2025 i5larni qo'ymoqdi. 25 yil, 24 yil даже bundan balandroq qo'yilgan. 24900, 25000 yurgan, 2025, kraskasi toza, bazaviy komplektatsiya, tana holatda bosib yuboring.